marketing yo'nalishi bo'yicha bir ozroq bir bahsli munozara olib bormoqchimiz. Hop, bugun bizga mana boshlovchi rollardan albatta Avaz va Kamina Abdulvahab va albatta qo'shtirnoqchida mutaxassislardir yoki ekspertlar hop Humoyun va Akobir. Xo'sh, ikkalovingizga shunday savol berishdan boshlasak agar imkon bo'lsa. Birinchi savol o'zim beraman. Hop. Mana marketing hamma o'zi biladi, marketing o'zi qanaqa ishlaydi. O'zbekistonda marketing qanaqa rivojlanib kelyapti. Xo'p, menda savol shunaqa savol, ya'ni o'zi mana marketing bu sotuvmi yoki mijoz ehtiyojini o'rganasizmi? O'zi aytib o'tishimiz kerak, marketing bu asosan mijoz muammosini aniqlab, o'shanga mos javob berish. Mijoz, ya'ni aytishimiz mumkinki, birinchi mijoz ehtiyojini topamiz, bozorga borganimizda, birinchi mijoz ehtiyojini topdi, o'shanga javob berish. Bunda buni natijasida bo'ladigan holat mahsulot sotiladi, ya'ni savdoni boshqaradi. Ya'ni biz bunaqa xulosa qilsa bo'laydi, ya'ni marketing bu mijoz ehtiyojini o'rganish, sotuv emas. Shunday to'g'rimi? Bunaqa deb xulosa qilishimiz ozgina xato bo'lib qoladi. Ya'ni sotuv ham biz uchun muhim. Firmamizning rivoji uchun sotuv. Lekin o'sha aynan sotuv bo'lishi uchun mijoz ehtiyojlarini o'rganish kerak. Bu ikkalasi bir-biriga bevosita bog'liq bo'lgan narsa. Bunaqa deb tushunsak bo'ladi marketing. Shu mijoz bo'yicha savol bor edi. Shu eshitganmiz, mijoz 4 turga bo'linadi deyishadi. Shu 4 turga bo'linish, ya'ni bu segmentatsiya qanday ishlaydi marketing? Meni tushunishim bo'yicha bu o'sha marketing boshlanishini, ya'ni marketing revolyutsiyasini boshidagi segmentatsiya. Ya'ni mijozni o'sha mijozni bo'linishlari shunaqa deb tushuntirgan analitik mijozlar. Tahlil qiluvchi, analitik mijozlar bor. Uni hali yoshiga, jinsiga, ijtimoiy kelib chiqishidan tashqari bo'lgan holatda 4 turga bo'linadi deb tushuntirgan. Analitik mijozlar bular tahlil qilib, o'rganib, siz qancha uni ehtiyojlarini o'rgansangiz ham u sizga o'ylab turib, analiz qilib turib, o'ziga eng ma'qul bo'lgan, eng foydaliligi yuqori bo'lgan mahsulotni xarid qiladi. Ikkinchi tur mijozlar bor, bular ratsional qaror qabul qiladi. Hozirgi vaqtda unga eng ma'quli qaysi, ya'ni eng yoqqani qaysi. Ular juda tez qaror qabul qiladi va juda tez xarid qiladigan mijozlar hisoblanadi. Keyingi turdagi mijozlar emotsional, ya'ni hissiyotga beriluvchan mijozlar. Ularga siz ko'pincha hissiyot o'zini his-tuyg'ularidan kelib chiqib muomala qilish. Manimcha shularga marketing juda ham zo'r to'g'rog'i biznesmenlarda marketingni shu insonlarga osonlikcha ta'sir qilsa kerak. Juda oson ta'sir qiladigan o'sha hissiyotga beriluvchan mijozlarga juda tez ta'sir qiladigan marketing hiylalari juda tez ta'sir qiladi. Uzr, yana bo'linadi. Bitta savol bor, shu joyda qarang. Ya'ni bozordagi iste'molchilar segmentatsiyasi qanaqadir mana turtki bo'linadi. Endi hop qarang. Ehtiyojga beriluvchan deydimi? Ehtiyojga beriluvchan mijozlarni o'rganish orqali marketing dunyosida qanaqadir o'sha biznesda qanaqadir xatoliklarga tushgan mumkin. Ya'ni xuddi o'sha ehtiyojga bor bo'lgan insonlarni o'rganish orqali, demak, boshqa insonlar shunaqa ekan degan narsaga o'sha qarang. Defektlar yo'qmi? Yo'q, meni tushunishim bo'yicha bu narsa har doim ham ishlamaydi, bu segmentatsiya. Har doim ishlamaydi. Ya'ni qanday holatlarda ishlamaydi? Siz mayda mahsulotlar xarid qilayotganingizda hissiyotga berilib olasiz. Albatta, misol kim xarid qilyapsiz, uni vidiga qaraysiz, nimasiga qaraysiz, ko'rinishiga qaraysiz, sifatlari ba'zi insonlarda keyin o'rniga tushib qoladi. Uni sifati, narxi keyin o'rniga tushib qoladi. Misol uchun analitik mijozlarda uni foydaliligi qancha, uni sifati qanday, narxiga arziydimi u, lekin hissiyotli mijozlarda unaqa emas. U bir ko'rganda yoqdimi, o'shani olish kerak. Unga mos bo'lsa oladi. O'sha uni ko'rinishiga tushadi, sifatiga ahamiyat bermaydi, narxiga ahamiyat bermaydi. Lekin katta tovarlar bor. Misol uchun katta tovar deganimizda nimani tushunish mumkin? Qimmat mahsulot, uy, mashina,
unda albatta hissiyotga beriluvchan mijozlar ham hissiyotga berilmaydi. Aniq analitik mijoz toifasiga o'tib qoladi. Tez qaror qabul qilmaydi. Ya'ni ratsional qaror qabul qiladigan mijozlar toifasidan ham chiqib ketib qoladi. Ya'ni analitik mijozlar toifasiga o'tib qoladi. O'ylab turib, keyin o'sha maslahatlashib turib qaror qabul qiladigan. Keyin yana bitta sodiq mijozlar bor. Sodiq mijozlar bu 4-turga mansub, 4-turga ham o'tib qolishi mumkin bu mijozlar. Ya'ni qanaqa? Siz bitta uy xarid qildingiz, misol uchun Xonsaroydan bitta uy xarid qildingiz. Xonsaroydan u keyin siz o'sha uy sizga yoqdi, Xonsaroy uylari yoqdi. Keyin siz o'rtog'ingizga maslahat berasiz. Sodiq mijoz. Ya'ni siz sodiq mijozsiz. Lekin qarang, savol bunaqa edi. Ochib beraylik o'zi. Xo'p. Mana ma'lum bir toifadagi insonlarni o'rganish orqali demak bozordagi boshqa, ya'ni bozordagi hamma ishtirokchilar ehtiyojdan ham xuddi shunaqa ekan, ya'ni ularda ham xuddi shunaqa narsa bor ekan degan xulosaga kelib qolishliklari yo'q marketing dunyosida. Bor. O'sha, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ya'ni baribir muammoga duch keladi, to'g'rimi? Bu ehtiyoj bilan. Hozir aytib o'tdingiz, ba'zi bir qismdagi odamlarning muammosini olib chiqib turib, butun hammani muammosini hal qilish. Bu juda ham keng marketingda juda ham keng ishlatiladigan strategiya. Savolni aytadigan bo'lsak, masalan, o'g'il bolalar poyabzal olyapti. Xo'sh, o'sha poyabzalda qandaydir kamchiliklar bor. Ma'lum bir mijozlar toifasini o'rganib turib, ulardagi qiyinchiliklarni, muammolarni bilib turib, masalan, o'sha ishlab chiqarayotgan oyoq kiyimni sifati yaxshi emasdir yoki bo'lmasam size deydi, ya'ni o'lchami to'g'ri kelmayotgandir, o'lchami noto'g'ri chiqib qolayotgandir yoki bo'lmasam shunga o'xshash muammolarni olib turib, ularni hal qilsa, o'sha korxonani daromadlari long termga oshadi, ya'ni uzoq muddatda oshadi. Ya'ni e'tibor berib qolmaslik kerak. Shunaqa. Bitta segment bilan ishlab qolmaslik kerak. Menimcha kuzatuvchilardan bo'lsa kerak, shunaqa savol. Bu hot topic savol deydi, bahsli munozara savol. Qanaqa savol? Hop. Bir kun desangizda shunaqa voqea bo'ldi. Qanaqa voqea? Hop. Yuksalishda endi ishlaymiz, oddiy koordinator sifatida. Odatda u yuksalishda hamma o'qituvchi ustozlar, koordinatorlar do'ppi kiyadi. Bu do'ppi yuksalishda brendi. Hammamiz bilamiz, bu shu akademiya yo maktab asoschisi kimligini o'sha muhaddir ustozi Shong'ul. Endi savol quyidagi. Xullas voqeani aytib beraylik. Xo'p, kuzatuvchilarga ham aniq ochib bersak, imkon boricha ochib beramiz. Xo'p, qanaqa bo'ldi? Bir kun yozga xullas bir kostyum shim oldik. Kostyum shimni endi har doim haligi shimni kaltatish kerak. Ya'ni tikuvchiga borish kerak. Agar bilsangiz, Chilonzor metroda shunday chiqqandan o'ng taraf KFC bor. KFCdan o'tgandan keyin adamlar ekan. Xullas kiyim do'koni bor, katta. O'sha joyga kirdik. Biz bir sherigimiz bilan, qadrdon do'stimiz bilan. Xullas kirdikda do'ppi kiyganmiz. Ichdan chiqqan holatda kirib bordik, bor ekan tikuvchi, ko'rsatdik, o'lchatdik. Shunday qaradi, brend endi yuksalish do'ppini orqasiga yuksalish liderlar akademiyasi yozadi. Shunday ko'rib, "Sizlar yuksalishdanmisizlar?" dedi. Keyin xullas tanidi. Bizlar qayerdanligimiz, kimligimiz yoki qayerga ishlaymiz. Shunaqa. Yuksalish. Muhaddir ustoz o'ziga men shuni topolmayverdim dedi. Kerak deyiladi-da. Men qanday o'qishga qo'ysam bo'ladi? Men farzandimga o'qishga qo'yishim kerak, joylashtirishim kerak. Juda ham zo'r joy. Men yoqadi shu inson gaplar. Xullas qisqa qilib o'sha joyga bitta sotuv bo'ldi. Shunchaki bitta do'ppini orqali, do'ppi, ya'ni brendni orqasidan-da. Ya'ni savol bunaqa, savol o'zi shaxsiy brend yoki o'sha o'zi aslida bu sotuvmi? Bu savolga men javob beratsam, imkoniyat albatta. Menda javob bor, ya'ni sotuv, har sotuv. Qisqada, sotuv. Lekin bu sotuvda bevosita qatnashadi. Brend o'sha shaxsning o'zimi? Yo'q, o'sha shaxsiy imij, o'sha shaxsning imiji sotuvda bevosita ishtirok etmaydi. Qanaqa ma'noda aytyapsiz? Qanaqa ma'noda aytyapman? Mana bizga ma'lum Elon Musk, Gary Vaynerchuk degan odamlarimiz bor, Ronaldo misol uchun. Ularning gaplari, ularning so'zlari yoki ularning maslahatlari sotuvga ta'sir ko'rsatadi. Ular u shaxsiy imijini, shaxsiy o'sha siz aytgandek nimasini yaratib bo'lgan odamlar.
Ularni misol uchun o'sha yili ko'rgan e'tibor bergan bo'lsanglar, Ronaldoni birgina Coca-Cola'ni chetga surib qo'yib bezgazni olib qo'yishi Coca kompaniyasiga qanchaga tushgan? Qimmatga tushgan. Albatta bu sotuvda bevosita qatnashmaydi, lekin sotuvga juda katta ta'sir ko'rsatadigan narsa. Biz ishonchli insonlar bo'ldi, ishonchli shaxslar. Mayli juda katta doirada olmaylik, qisqaroq doirada olaylik. Misol uchun shunaqa hoji akalar bor, qorilarimiz bor. O'sha dilbesh ishonchli insonlar borda. Ularni magazinlardan biz bemalol xarid qilamiz. Halolmi, halol emasmi deb o'ylab o'tirmaymiz. Ya'ni ular xarid qiladigan do'konlardan yo ular xarid qiladigan do'konlardan yoki ularni o'sha shaxsiy magazinlardan, shaxsiy firmalardan biz bemalol qo'rqmasdan xarid qilamiz. Ya'ni bo'lganimizda xuddi shunaqa. ishonchli insonlar borda. Yoki ular tavsiya bergan narsani hech ikkilanmasdan, surishtirmasdan xarid qilamiz. Ikkilanmasdan, surishtirmasdan xarid qilamiz. O'sha insonga nisbatan ishonchimiz bor. Mana bitta xuddi shunaqa mana ustoz o'zi ko'p uchrashganmiz ustozlar bilan kallasi yemaydi. Lekin yedi, yo umuman yedilar, faqat bitta firmani yedilar. Firma nomi hozir to'g'risi yodimda yo'q, lekin bitta firmani ustozni o'zlari ham bizga tavsiya bergan. Boshqa nima? Ya'ni bu ham qaysidir ma'noda o'sha haqiqatan sotuvga ta'sir qiladi. Ya'ni o shart emas, shunda qarang, unda shart emas-da, ya'ni o'sha biznesmenning egasi o'sha sotuvga ta'sir qilish, ya'ni boshqalar ta'sir qilar ekan shunda. Boshqa imijga ega, brendga ega bo'lgan so'rada. Aynan siz shunaqa hozir marketing sohasida shunaqa narsa bor. Mashhur insonlar reklamaga chaqirishadi. PR. Shunaqa bular ham sotuvga ta'sir ko'rsatadi albatta, lekin o'sha mahsulotga nisbatan ishonch, o'sha firmaning egasini o'zini ham imijini yaratish mumkin. O'zi ham imij yaratish mumkin. Bunda albatta mahsulotga bo'lgan ishonch, yolg'on ma'lumot bermaslik, asimetrik axborotga yo'l qo'ymaslik kabi muhim omillar, muhim faktorlar sabab bo'la oladi. Misol uchun Elon Musk kompaniyasi mashinalarni oladigan bo'lsa, asimetrik axborotni kuzatmaymiz. Hammasi ochiq, oydin, shaffoflik ta'minlangan. Gap sizda, lekin shu yerda mana kuzatuvchilarga qiziq bo'lganda, sizlar marketing haqida shunaqa gapirdinglar. Men o'ylab qo'yapman. Значит, marketing faqat biznesmenga nisbatan foyda olib keladi deb o'ylayman. Lekin har bir narsani plyusiga yarasha minusiga ham berishi mumkin. Bilish kerak albatta. Shunga bitta savol bermoqchiman. Sizlar bilasizlarmi, tajriba jihatdan yoki hayot davomida ko'rganmisizlar? Bitta marketing tufayli qaysidir kompaniyani xato marketing tufayli zarar kirganini yoki foydasi kamayib ketganini eshitganmisiz? Bunaqa holatlar ko'p bo'ladi albatta. Ya'ni birinchi ochilgan MDH davlatlarida bitta fakt bor ekan. MDH davlatlarida yaqin o'sha o'zimizda sharqdagi mamlakatlarda yangi ochilgan 10 ta biznesdan 9tasini birinchi yiliyoq bo'lib ketishi ehtimoli katta ekan. Ya'ni statistikada shunaqa. Ya'ni bizneslarda raqobat bozorda saqlab qolish juda ham qiyin masala bo'lib qolyapti. Bunda hozir aytib o'tdilar. Xuddi shunga bitta misol aytsak bo'ladi. Ya'ni Nokia kompaniyasini keltirsak bo'ladi. Nokia kompaniyasi. Nimaga Nokia kompaniyasi? Nokia kompaniyasi bozorga birinchi kelib kelgan, ya'ni telefon bozoriga birinchi bo'lib kirib kelgan buyum bo'lganiga qaramasdan u bozorni tark etdi. Nimaga tark etdi? Ya'ni u o'zini o'rnini Apple va o'sha boshqa Samsung kompaniyalariga bo'shatib berdi. Uni qilgan xatosi, eng katta xatosi nimada edi? U o'sha telefon trendini tushunmadi. Ya'ni telefonlarni rivojlanayotgan evolyutsiyasini tushunmadi. Bunday olib qaraganmiz. Odamlar Nokia telefonidan ko'ra Apple yoki Samsunglarni telefonini ishlatishini u tushunishni xohlamadi yoki u o'zi innovatsiya yaratishga intilmadi. Ya'ni ochiq monopol bo'lishiga qaramasdan bozor tark etdi, ya'ni bir marketing xato degan. Ya'ni birinchi bo'lib kirdi, ochiq monopol bo'ldi, lekin o'sha marketing xatosi tufayli bozordan chiqib ketishiga sabab bo'lib qoldi. Bozorda juda katta ulushga ega edi, lekin birdaniga tushib ketish kuzatildi. Shu savol bor? Savol albatta bor. Ya'ni kuzatuvchilarimizga ozgina marketing sirlarini ochishni xohlayman. Shu savolli sizlarga bitta savol bilan ishlamoqchiman. Anchadan beri og'riqli savollardan biri.
Ya'ni bu qanaqa savol? Tasavvur qilaylik, ekspertlar albatta. Sizlar supermarketlar bor. Marketing orqali foydani oshirishga top 5 ta usul haqida aytib gapiramiz. Xo'p, market bozorga qaysidir korxona bilan, firma bilan yoki bo'lmasam hech bo'lmaganda shu market yoki magazinga kirib kelgan odam o'zini marketing strategiyasini, ya'ni shu daromadni qanday qilib marketing orqali oshirish haqida o'ylaydi. Uni oshirishda bir necha usullar bor. Birinchi usuli bu mijozlarni ko'paytirish usuli. Ya'ni mijozlarni onlayn reklamalar berish yoki qandaydir imtiyozlar berib turib magazinga, misol magaziniga bo'lib yoki firmasiga mijozlarni ko'proq olib kelish. Deylik, siz magaziningiz bor. 5 ta mijoz keldi, o'shaning ikkitasiga sotasiz. Ikkitasiga mahsulot sota olasiz. Endi tasavvur qiling, sizni agar magaziningizga 50 ta odam keladigan bo'lsa, 10 barobar ko'paytirsak, mijozlar orqali o'shani 20 tasiga sota olasiz. Mijoz sotuvingiz ham 20% ga oshadi. Demak, daromadingiz ham oshadi. Keyin yana qanaqa strategiyalar desa, bu albatta kelgan mijoz, sizni magaziningizga kelgan mijozga ko'proq mahsulot sotish. Qanday misol? Ya'ni bitta mijoz keldi, deylik sizni masalan kiyim sotasiz deylik. Sizni kiyim magaziningizga kiyim olaman kelgan, poyabzal olaman deb kelgan odamga siz shimam taklif qilyapsiz. Shimlaringiz ham ko'ring, shimlaringiz ham yaxshi. Bu yerda albatta sotuvchining mahoratiga qaraydi ko'p narsa. Ya'ni sotuvchi qanchalik o'sha mijozni nozik nuqtasi deymizmi yoki bo'lmasa o'sha mijozga kerak bo'ladigan nuqtani topish kerakda. Ya'ni o'sha o'zini mijoz kirib keldi magazinga yoki o'sha korxonaga kirib kelgandan yoki magaziningizga kirib kelgandan siz uni xarakteristikasini bila olishingiz kerak. Bu qanaqa odam u qancha misol sarflay oladi. Ya'ni sotuvchi uzoq ko'ra oladigan inson bo'lishi kerak. Zo'r tahlilchi bo'lishi kerak inson. Siz ham ikkinchi o'ringa qo'ya olasiz, ya'ni sotuvchilik qobiliyatini 5 ta usulda, to'g'rimi? Ikkinchi o'rinda shu sotuvchilik qobiliyatini deb tushunasiz. Boshqa usullarni aytadigan bo'lsak, qimmatroqqa sotish. Qimmatroqqa sotish orqali ham firma yoki korxona daromadini oshirsa bo'ladi, lekin bu usul samarali usul deb hisoblanmaydi. Nimaga? Bu usul orqali raqobatni yutqizib qo'yish mumkin. Lekin shunaqa misollar ham bo'lganki, bozorda hozir ham bor Red Bull kompaniyasi. Red Bull kompaniyasi oldin eng qimmat, adashmasam eng qimmati shu energetika bo'yicha. Qancha energetika bo'yicha? O'sha energetika. Ana adrenalin-chi? Adrenalin bor. 10 ming narxda eng qimmati Red Bull shunaqa. Endi qarang, oldin bozorda Pepsi va Cola yoki o'sha energetiklar arzonligi tufayli bu Red Bull bozorga kira olmadi, bozorda o'zini o'rnini topa olmadi. Keyin ular bitta narsa qildi. Mahsulot idishini 2 barobarga qisqartirdi va narxini 2 barobarga oshirib qo'ydi. Qanday mahsulot idishini 2 barobar? Mahsulot hajmini kichraytirib, narxini ko'tarib qo'ydi. Keyin o'shanda qanday holat yuz berdi? Bu ya'ni qarang. Dizayn o'zgartirganda? Yo'q. Men misol uchun aytaylik, men Pepsi bo'lsa, men bu aytaylik Cola bo'lsa deylik, mana. Cola bo'lsa yoki mayli adrenalin, ya'ni qanaqadir energetik ismaydi. U Red Bull strategiyasini qanaqa bo'ldi? Xuddi shuni sal kichikroq qilib, boshqacharoq qilib. O'zini idishini kichraytirdi. Kichraytirdi. Ya'ni qarang. Avval bozorga kirgan paytda, men shuni bo'yicha, avval bozorga kirgan paytda uni idishi ham ya'ni xuddi shunaqa edi. Keyin kichraytirdi. Sal shaklini boshqacha qildi. Ya'ni dizayn o'zgartirdi. Va shunga yarasha qiymatini ham kamaytirdi va bu odamlarda boshqacha his uyg'otdi. Ya'ni nimaga misol uchun Cola yoki Pepsi'ga 10 ming olyapmanda, nimaga men Red Bullga 12 ming 22 ming olishim kerak yoki qimmatroq olishim kerak? Bu qimmatmi, demak nimadir bormi degan narx orqali qiziqish uyg'ota oldi-da bozorga kirib kelayotgan paytda. Yana bitta strategiya bor. Bu 5-inchisi bu xarajatlarni kamaytirish. Bundan juda ko'pchilik biznesmenlar o'sha marketing strategiyasi sifatida foydalanishadi. Ya'ni qanday? Hop, bunda o'sha korxona qaysidir mahsulot sotayotgan bo'lsa, uni xarajatlarini kamaytirib, ya'ni minimal foyda qo'yib, ko'proq sotish. Oddiy qilib aytganda, siz optimga sotasiz.
siz ko'proq olasiz, ko'proq sotasiz. O'rtada foyda marjangiz kam bo'ladi. Lekin o'shanga yarasha siz o'zingizning brendingizni tanishingiz oson bo'ladi. Bunga juda ham katta bitta misol bor. Bunga Amerikadagi Walmart xalqaro do'konlari o'shani asos qilsak bo'ladi. Uni egasi Bolton degan kishi, u Sam Bolton degan kishi, u bozorga kirib keladi. Bozorga kirib kelganda u o'rganadi, o'sha Amerikaning eng katta New York deymizmi, San Fransisko, xullas eng o'sha markazlashgan joyiga boradi-da, o'rganadi. Hipermarketlar qanaqa, supermarketlar qanaqa, o'shalarni o'rganadi. Aytadiki, men bular bilan raqobat qila olmayman. Hozir endi bozorga kirib kelayotgan paytda ular bilan men raqobat qila olmayman hozir. Chunki ularda mahsulot oladigan ular filiali ko'p, o'zimiz tilda aytganda, va ular ko'p mahsulot sotib ola oladi. Shu qarang, menimcha o'zimizda ham bor shuna. O'sha Walmartga o'xshagan retail chatini savdo. O'zimizda ham arzon sotish bor bu yerda. Ya'ni endi aytmoqchi bo'lganim, misol uchun haligi olib sotadilar, misol uchun. Bu yoqda bir kun bu yoqda bo'ladi, bir kun yoqda bo'ladi, bir kun bu qiladi, bir kun qilmaydi emas, просто rasmiy, misol uchun aytaylik, makroga o'xshagan, qanaqa shunga o'xshagan rasmiy. Bunaqa fermalar ham bor o'zimizda, lekin sanoqli. Qayerda qaysi aytsa? O'zimizdan aytsak bo'ladi, havasda aytsak bo'ladi. Xuddi shu strategiya bilan ketayotgan. Bu odam juda ham katta ish qildi-da. Ya'ni, hop, 1983-yilda u Forbes jurnaliga kirgan. Ya'ni dunyodagi eng boy odam sifatida. U qanaqa qilib bunaqa darajaga erishdi desangiz, u shaharda chekkarog'iga bordi va o'zini kichkinagina do'konni ochdi. Lekin undagi mahsulotlar, sotayotgan narsalari boshqa magazinlarga yoki boshqa supermarketlarga nisbatan ancha arzon. Masalan, oddiy oladigan bo'lsak, kola hamma joyda 6 ming, 7 ming bo'ladigan bo'lsa, u 5,5 mingdan sotadi. Ya'ni u juda ham arzon sotadi. Va shu yerda menda bitta fikr bor edi-da. Endi arzon narsalarga, ya'ni sifatli arzon narsalarga ishonch past bo'ladi-da. Arzon bo'ladi yoki sifatsiz bo'ladi, qimmat bo'ladi, sifatli bo'ladi. Shu qatorda shu ko'p reklama qilingan narsalarga ham o'sha odamlarga nisbatan ishonch past bo'ladi-da. Ishonch pasayib ketadi-da. Bu yerda meni o'sha aytib o'tgan strategiyalarimda o'sha sifat va ishonchlilik muhim ahamiyatga ega. O'sha pul bu yerda ikkinchi darajaga tushib qoladi. Sifat bo'ladigan bo'lsa, ishonchlilik yuqori bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi darajaga shu sifat masalasida bitta qiyin savol kelib qoldi. Hammamiz bilamizki, Rolls-Royce kompaniyasini u qachonligi ayni vaqti esimda yo'q. U shunaqa e'lon berganda, ya'ni e'lon emas, kompaniya shunaqa qaror chiqardi, intervyu berdi, yoki intervyu berdi. U aytdiki, bizni kompaniyamiz reklamaga muhtoj emas. Bizni chunki mashinani sotib oladigan odam u reklama ko'rmaydi, u bor vaqtini pul topishga, ya'ni sarflaydi. Ya'ni shu ma'noda aytib ketdiki, bizning mahsulotimiz yuqori darajada, sifati ham yuqori degan fikrlar ilgari surib ketdi. Shuning uchun savol bermoqchiman. Demak, mahsulotni sifati zo'r bo'lsa, unga market kerak demaydi degan fikrga to'g'rimi? Bu narsa o'sha yaxshi mahsulot o'zini o'zi sotadi degan. Shunada. Iqtisodiyotda deymizmi, bozorda mif yuradi, shunaqa afsona yuradi. Bu o'sha o'zini brendini, o'zini imijini tanitgan mahsulotlar. Demak, ular marketing qilib bo'lgan, ular vaqtida maksimal o'zini potensialidan ham ortiq darajada ishlagan. Lekin hozirgi zamonaviy raqobatlashgan zamonda, raqobatlashgan o'sha bozorda bu narsa ishlamaydi. Doimiy marketing bilan, doimiy sotuv bilan, reklama bilan ishlamasangiz, bu narsa o'zini o'zi oqlamaydi. O'sha men aytib o'tgan narsa shaffoflik va halollik ikkinchi o'sha sotuvni oshirish bo'yicha ikkinchi strategiyada, ikkinchi yo'lda mana shu narsa ketadi. Ya'ni shaffof bo'lish kerak, ochiq bo'lish kerak va o'zini ustida, o'zini mahsulotini ustida ishlash kerak doimiy. Firma egasida shunaqa narsa bo'ladi. O'zini mahsulotiga oshiq bo'lib qoladi. Ya'ni meni mahsulotimdan zo'ri yo'q degan bozorda tushuncha bo'lib qoladi. Bu tushunchadan qochish kerak. Bu ikkinchi strategiya. Yuqorida aytib o'tdim, sifat va ishonchlilik bu birinchisi. Uchinchi strategiya sharhlar, ya'ni kommentariy. Hech qachon mijoz berayotgan sharhlardan, mijoz berayotgan yomon fikrlardan qochmaslik kerak. Har doim o'sha fikrlarni inobatga olish kerak.
to'g'ri, nima olish kerak ekan. O'sha nima deysiz? Me'yordan bo'lish kerak emasmi? Ya'ni insonlar har doim ham nima xohlayotganini o'zi bilmaydi. Ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsa, o'zi xohlayotgan narsani nimaligini bilmaydi. Ya'ni o'zlari bilmaydi. Misol, ya'ni o'sha aytmoqchimanki, shunda qanaqadir chegara bo'lishi kerak emasmi? Ya'ni qarang, siz oddiy misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, siz masalan nimani olishga bordingiz-da, masalan, muzlatgich olishga bordingiz. Xo'p, muzlatgich bor. Xo'p, siz muzlatgich olib olmagansiz, umuman. Muzlatgich haqida fikringiz ham kamroq. Ya'ni muzlatgich qanaqa bo'ladi yoki uni qaysi turini tanlashi ma'qulroq degan fikr sizda yo'q. Nega ma'qul? Shunaqa bordingiz yoki shunaqa boradigan mijozlar ko'proqda. Biznesda birinchi kelib turib, birinchi marta xarid qilayotgan odam o'sha mijoz, o'sha sotuvchini birinchi o'rinda muomalasiga qaraydi. Keyin uni halolligiga qaraydi. O'sha sotuvchi halol bo'lib, o'sha mijozni aldamasa, u birinchi marta kelgani uni bilmaganini hisobiga uni kiydirib olmasa, o'zimiz tilda aytganda, u keyingi marta ham keladi. Ya'ni biznesni boshlashda va marketingni yo'lga qo'yishda birinchi asosiy narsa bu halollik. Keyin nimaga keladigan bo'lsak, strategik keladigan bo'lsak, mukammal mijoz xizmatlari degan narsa bor. Ya'ni mijoz bilan mukammal tarzda ishlash, operatorlar, to'g'ri. Shunaqa yetkazib berish, ya'ni vositalar siz ishlashda, o'rtadagi vositalarsiz, ya'ni o'rtadagi vositalarsiz mijoz bilan to'g'ridan-to'g'ri kontakt qilish. To'g'ridan-to'g'ri kontakt qilish yoki vosita qo'ysangiz ham agentlar qo'yishingiz mumkin, operatorlar qo'yishingiz mumkin, onlayn savdoda. Ya'ni o'sha paytda mijozlar bilan xushmuomala bo'lish. Ya'ni o'sha men bitta misol aytaman, Zappos kompaniyasi bor. Oyoq kiyimlar, kiyim Amerikada Las-Vegasda ochilgan Nick Sven degan odam aniq chiqqan. Nimaning asosi? Oyoq kiyim ishlab chiqaradi, sotadi. Ishlab chiqaradi, sotadi ham. O'sha fabrika. Zappos degan o'sha imijini yaratgan. Nick Sven degan odam. O'sha odam, o'sha kompaniya, Zappos kompaniyasida rekord darajada operator bilan suhbat bo'lgan dunyo bo'yicha. Necha soat? 10 soat. 10 soat. 10 soat rekord darajada bu. Nihoyatda 10 soatlab mijoz bilan gaplashish qanchalik sabrni, qanchalik 10 soat sal mubolag'a o'sha. O'sha endi bu mubolag'a. Nazar qilyapman, 10 soat. Endi bu faktlarda keltirildi. Aynan o'sha faktlarda men bitta maqola o'qigan edim. O'sha maqolada yozilgan. Haligi qorni ochib qolsa ham yoki insonimizga ehtiyoj, tabiiy ehtiyojlar bor-da. Qorni ochib qolganligi boshqa holatda bo'lsa ham haligi pauzani bosib, aka hozir borib keladi. Shunaqa ham endi 10 soat shunaqa olganmidir bularni. Mayli. Keyingi strategiya kafolatlar va qaytarish, ya'ni mijoz o'sha Zappos kompaniyasining yana bitta narsa bor. Sotib olgan narsangizni 1 yildan keyin ham qaytarib 365 kun muddat. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, 365 kundan keyin ham qaytarib oladi. Keyin ekspertlarimizdan bitta xulosa eshitamiz kuzatuvchilarimiz uchun. Xo'p, marketing haqida umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, marketing o'zi iste'molchini o'rganadigan fan-da. Iste'molchiga qaratilgan fan. Marketing bu nima deydigan bo'lsak, marketing o'sha iste'molchini shohlardek kutib olib, jo'natishda, uni ehtiyojlarini o'rganib, o'sha o'zingizda bor mahsulotingizni o'sha mijozingizga yetkazib berish. Shu bilan xulosa qilsak bo'ladi. Albatta, bizni vaqtimiz ham chegaralangan. Shu bilan bu podkastimizni kurslashimiz Abdulla yakunlaydi. Nima deymiz? Sizlarga rahmat kattakon. Vaqtlaringizga ajratib kelganingizga alohida rahmat. Xo'p. Hammasini ajrni bersin. Shu bilan birgalikda hammamiz birgalikda bo'lsin. Xo'p. Qisqacha shu edi. Umumiy marketing haqida to'g'ri garchi zo'r bo'lmasa-da, ozroq bo'lsa ham nimalarnidir ochishga harakat qildik va ular o'sha narsalarda, o'sha ma'lumotlar, muhokamalarda qaysidir ma'noda ozgina sizlarga ochib berib, bildirishni harakat qildik, niyat qildik. Xo'p, qisqacha yakunlasak ham bo'ladi. Vaqtimiz tugagan. Xo'p. Akobir Humoyinga rahmat kattakon. Va o'zimga ham rahmat kattakon. Ko'rishganda, ko'rishguncha. Sog' bo'ling.